Assalomu alaykum aziz do'stlar. Sizlarni ushbu videoda ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Bugun sizlar bilan reklamli akkaunt yaratishni o'rganamiz. Tak, buning uchun reklamli akkaunt yaratishimiz uchun biza biznes menejerimizga kirishimiz kerak. Biznes menejerimizga kiramiz. Tak, nimagadir bu yerda kirmayapti. Tak, mana biznes menejerimizga kirdik. Endi bu yerdan biz reklamli akkaunt yaratamiz. Reklamli akkaunt yaratishimiz uchun biz nastroyka kompaniyaga kirishimiz kerak. Biznes menejerimizni nastroykalar bo'limiga kiramiz. Undan keyin bizlar reklama akkauntga o'tamiz. Reklamli akkauntga o'tamiz. Undan keyin добавить reklamani bosib, bu yerdan создать reklamli akkaunt qilamiz. Bu yerda hozir biz reklamli akkauntimiz nomini yozishimiz kerak bo'ladi. Nomi Mahsul Uzilu. Tak. Vaqti. Bu vaqt muhim hisoblanadi, chunki biza reklamalarimiz yonish vaqti shu vaqtni belgilab qo'ygan time zonamizga bog'liq bo'ladi. Biza +5 tanlashimiz kerak. Asiya Karachi yoki Toshkentni o'zi bo'lishi kerak. Tak, +5 bo'lishi kerak hozir. Asiya Karachi. Bu Asiya Karachi bizlar Toshkent vaqtimiz bilan bir xil yuradi. O'shuning uchun buni tanlab qo'ydik. Dalshi bu san reklamli akkauntingmi deyapti yoki do'sting, другой kompaniya klientingmi deyapti. Biz birinchisini tanlab qo'yamiz har doim. Ikkinchisida muammolar ko'proq bo'ladi, shuning uchun birinchi tanlagan yaxshi. Создать. Так, хорошо. Endi botga adminlik berishimiz kerak. Tak. Adminlik berib qo'yamiz. Mehruz Yangiboyevni mana shu reklamli akkauntga adminlik berib qo'yamiz. Uni чтобы u o'sha reklamli akkauntni boshqarish uchun. Хорошо. Tak. Nimalar to'lov tizimlarini joylaysanmi, o'sha kirgizib chiqasanmi deyapti. Yo'q, biz hozir joylaymiz, chunki bizlar hozir kartamiz yo'q. Biz reklama akkauntlarimiz bor. Просто bu darslik uchun bo'lgani uchun hozir biz ulamaymiz. Agar siz o'sha yangi ochgan paytingiz botdan bosib ulashingiz mumkin yoki zakritini bosasiz. Haqiqatdan chiqib ketmoqchimisan, ulash shart emasmi hozir deyapti. Yo'q, keyin ulayman deyapman. Bo'ldi. Tavsiya beriladi. Ochgandan sразу kartani ulash tavsiya berilmaydi. Tavsiya beraman sizga shunaqa hozir ulamasdan keyinroq ulashni tavsiya beraman. Birdaniga hamma narsani qilib tashlaversangiz ham Facebook shubhalanib qolishi mumkin. Reklamli akkauntimiz tayyor mana. Hozir uni biz ko'ramiz. Ads menejerimizga kiramiz hozir. Ads menejerimizga kiramiz. Bu yerdan o'sha bizning shaxsiy keyin Ads menejerni ham ikkita turga bo'linadi. Bu shaxsiy Ads menejerimiz, bu ikkinchisi biza yaratgan mana biznes menejer ichidan yaratgan biznes Ads menejerimiz. Bu yerda biznes Ads menejerda pikselda ulasa bo'ladi, har xil funksiyalari ko'p. Shaxsiy Ads menejerga qaraganda. Shaxsiy Ads menejerdan o'zi tavsiya qilinadi. Umuman reklama yoqish tavsiya qilinmaydi. O'sha reklama yoqmasligi kerak, chunki u blok bo'lib qolishi mumkin. Shaxsiy reklamli akkauntingiz blok bo'lib qolsa, hamma reklamli akkauntlaringizga ta'sir qilishi mumkin. Ya'ni sizning shaxsiy Facebookingizni bloklab qo'yishi mumkin. O'sha Facebook o'shuning uchun bu yerdan yoqqandan ko'ra alohida biznes menejer ochib, undan reklamli akkaunt ochib, unda yoqqan yaxshiroq. Chunki blok bo'lsa, biznes menejer o'zi blok bo'ladi, faqat o'sha blok bo'ladi, boshqa nimalarga ta'sir qilmaydi. Mana biz уже tahsil.uz degan reklamli akkauntni yaratib bo'ldik. Bu yerda создать bosib, reklamli akkauntlarimizni sekin reklamalarimizni sozlashni boshlasak bo'ladi. Bu yerda keyin
Tak. Karta qo'shish kerak deyapti hozir. Facebook stranичка qo'sh deyapti. Qo'shib qo'ysangizlar bo'ladi. Botdan ham. Добавить bosib. Mana stranичкani botdan qo'shib qo'ysangiz bo'ladi. Yozib botga xullas bosib qo'shib qo'yasiz. Aytmoqchi bo'lganim. Tak. Shu bilan reklamni akkaunt ochish darsi tugadi. Xayr, sog' salomat bo'ling.